Hmm? Hozir kelayotganlaringiz maqbara yoniga boringizdan boshidan tarixni gapirib beradi, eshitib so'ng yuzaga tushasizlar. 75 metrdan balandligi. Nima uchun 4 ta minora? Podshohlar qurdirgan masjidda minora 4 ta bo'lar ekan. Endi azizlar o'rtaga qaranglar. Bizda 9 ta bo'lim bor. Har bir bo'limda o'ziga yarasha nomlanishi bor. Hozirgi biz kirayotgan bo'lim islomga bag'ishlangan bo'lim. Islomga va payg'ambarlar zikr qilingan 25 ta payg'ambar haqida ma'lumot berganmiz. Yaqinroq o'rtada qo'ysak bo'ladi. Tartib bilan boshlanadi. Yuqoridan ko'rishimiz mumkin. Odam alayhissalom birinchilari chiqib keladi. Ular haqida o'sha payg'ambar alayhissalatu vasallamni bilamiz, 21 ta bobolari bo'lgan. Ishonchli manbalarda yetib kelgan sahih ma'no. Payg'ambar alayhissalatu vasallamdan eng ko'p hadis rivoyat qilgan 7 ta ayollari. Bu zot o'sha ilk birinchi ayollar ichida Qur'on ismi Ibrohim bo'lgan. Bu zot 810-yilda Buxoroda tug'iladilar va 16 yoshlargacha chiqadilar. Buxorodan chiqib ko'ramizki, Markka o'tadilar, Markdan Tuzga, Tuzdan Nisoga, Nisodan Nishopur, Mashhad, Basra ishlangan bo'limga asta o'tamiz. Ma'lumotlar jamlab, ana endi bizga saralab kitob shaklida taqdim qilyapti. Yaqinroq kelsak bo'ladi, 10 ta muhaddis olim Imom Buxoriyga savol tariqasida berishadi. Imom Buxoriy da ba'zi nusxalarda 7563 ta hadis keladi. Va bu hadislarda Sahihul Buxoriyga kirmakda bo'lgan Muhammad ibn Yusuf Farabriyni ko'chirgan nusxasidan ko'chirilgan birinchi nusxa mana shu bo'ladi. Ya'ni marvaziy nusxa ko'targanimizda mana shu tartibda hadislar chiqib keladi. Har bir kasetada ikkitadan, bittadan, uchtadan hadislar joylashtirilgan, qaratilgan hadislar hisoblanadi. Masalan, o'zi islomda bilamiz, eshitganmiz, salomni yoyishga buyurilgan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam afshu salama baynakum degan. Oralaringda salomni yoyinglar degan. Va mana bu yerda hadis 92-yilda o'sha Saudiya qiroligi tomonidan otamiz aytganda Islom Karimovga hadya qilingan, olib kelingan. Shundan beri o'sha tikkanlar bor. Hozir ham bo'lsa kerak, bilmayman, lekin ishi bor. Alohida bitta qism. O'sha qismlar ajratib chiqilgan. O'sha davrdan beri ordenimiz 850 gramm